Salom aziz tomoshabinlar. Bugun siz bilan shunday muhim, shunday dolzarb mavzu haqida gaplashamizki, bu har bir nafaqa oluvchiga, har bir pensionerga bevosita tegishli. Bugungi suhbatimiz sizning kelajagingiz, farovonligingiz va ba'zan hatto tinchligingiz uchun kritik ahamiyatga ega. Men bilaman, ko'pchiligingiz yaqinda yuz bergan o'zgarishlar haqida savollar bilan to'lib toshgansiz. Nima mumkin emas, nima mumkin, nima o'zgardi va bu sizning nafaqangizga qanday ta'sir qiladi? Mana shu savollarga bugun batafsil javob beramiz. Ushbu ma'lumot sizning kundalik hayotingizga juda katta ta'sir qiladi. Shuning uchun diqqat bilan eshiting va bitta muhim ma'lumotni ham o'tkazib yubormang. Kanalimizga hoziroq obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Bu biz uchun katta yordam, siz uchun esa qimmatli ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik kafolati. Aziz do'stlar, yaqin vaqtgacha nafaqa tizimida qator qoidalar amal qilar edi. Aniqroq qilib aytganda, pensionerlar o'z nafaqalarini olishda nisbatan sodda va ba'zi jihatlarda cheklangan bir tizimga ko'nikkan edilar. Ilgari ko'pincha nafaqaxo'rning ishlayotgan yoki ishlamayotganligi uning nafaqa miqdoriga to'g'ridan to'g'ri ta'sir qiladigan asosiy omillardan biri edi. Masalan, ba'zi turdagi nafaqalar uchun agar nafaqaxo'r rasman ishga kirgan bo'lsa, uning nafaqa miqdori qayta ko'rib chiqilishi yoki hatto to'xtatilishi mumkin edi. Bu holat ayniqsa ko'p yillar davomida oddiygina pensiya olib kelgan va qo'shimcha daromad topish imkoniyatlarini izlayotgan insonlar uchun ba'zi cheklovlar yaratardi. Ular ko'pincha agar ishlasam nafaqamni yo'qotib qo'ymaymanmi degan savolga duch kelishar edi. Bu esa ba'zi hollarda norasmiy ishga kirishga yoki qo'shimcha daromadlarni yashirishga olib kelardi. Bu esa o'z navbatida keyinchalik qonun bilan bog'liq muammolarni keltirib chiqarishi mumkin edi. Ilgari nafaqaxo'rlar uchun qo'shimcha imtiyozlar olish mexanizmlari ham unchalik aniq emas edi yoki ular haqida keng jamoatchilikda to'liq ma'lumot yo'q edi. Odamlar ko'pincha o'zlariga tegishli bo'lgan turli xil ijtimoiy yordam dasturlari yoki imtiyozlardan bexabar holda yashardilar. Barcha o'zgarishlar shuni ko'rsatmoqdaki, hukumat bu sohadagi bo'shliqni to'ldirishga va nafaqaxo'rlar uchun yanada shaffof, adolatli va kengroq imkoniyatlar yaratishga intilmoqda. Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Nima o'zgardi? Ya'ni nima mumkin emas va nima mumkin? Eng asosiy va fundamental o'zgarishlardan biri shuki, endilikda nafaqa tizimi nafaqaxo'rlarning ijtimoiy faolligini, jumladan mehnat faoliyatini rag'batlantirishga qaratilgan. Bu degani, endilikda ko'plab nafaqaxo'rlar uchun nafaqa olish bilan birga ishlash imkoniyatlari sezilarli darajada kengaydi. Bu o'zgarishlar nafaqaxo'rlarga o'z ijtimoiy faolligini davom ettirishga, jamiyatga o'z hissasini qo'shishga va eng muhimi, o'z moddiy ahvolini yaxshilashga yordam beradi. Ammo bu shuni anglatadiki, ba'zi bir yangi qoidalar va shartlar paydo bo'ldi. Ularni bilish va ularga rioya qilish juda muhimdir. Aziz do'stlar, keling qoidalar va o'zgarishlarni batafsil ko'rib chiqaylik. Kim uchun bu ma'lumot muhim, kim esa xotirjam bo'lishi mumkin? Eng avvalo, shuni ta'kidlash kerakki, ushbu yangiliklar barcha turdagi nafaqalar oluvchilarga taalluqlidir. Yoshga doir nafaqaxo'rlar, nogironlik nafaqasi oluvchilar, boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi oluvchilar va hokazo. Hech kim chetda qolmaydi. Birinchi va eng muhim jihat ishlayotgan nafaqaxo'rlar. Avvallari, agar siz nafaqa olayotgan bo'lsangiz va rasman ishga joylashgan bo'lsangiz, ba'zi hollarda sizning nafaqangiz to'xtatilishi yoki miqdori qisqartirilishi mumkin edi. Bu juda ko'pchilikni ikkilantirardi. Nafaqa olib tinchgina o'tirish kerakmi yoki ishlab daromad topishga harakat qilish kerakmi? Endilikda esa qoidalar yumshatildi. Ko'plab hollarda nafaqa oluvchilar ish faoliyatini davom ettirishlari mumkin va ularning nafaqasi to'liq miqdorda to'lanadi. Bu ayniqsa yoshga doir nafaqaxo'rlar uchun juda katta imkoniyat. Ular nafaqaga chiqqandan keyin ham o'z tajribalari va bilimlarini ishga solishlari, oila byudjetiga qo'shimcha hissa qo'shishlari mumkin. Misol tariqasida Otabek amakini olaylik. Otabek amaki 65 yoshda uzoq yillar muhandis bo'lib ishlagan, nafaqa oladi. Oyga 20.500.000 so'm. Ilgari agar u biror joyga rasmiy ishga joylashganida, masalan, xususiy firmaga konsultant sifatida uning nafaqasi yoki butunlay to'xtatilar, yangi qoidalar tufayli yoki sezilarli darajada kamaytirilardi. Yangi qoidamaki endi xususiy firmada oyga 2 million so'm maosh bilan ishlashi mumkin va uning 20.500.000 so'mlik nafaqasi to'liq saqlanib qoladi. Bu uning oilaviy byudjetini sezilarli darajada mustahkamlashga yordam beradi. Bu yerda muhim nuansa shundaki,
nafaqaning to'liq miqdorda saqlanib qolishi ish staji yoki oylik daromad miqdoriga bog'liq bo'lmasligi mumkin. Otabek amakining bu holatdagi umumiy oylik daromadi nafaqa va maoshni hisobga olgan holda 3.500.000 so'mni tashkil qiladi. Bu uning avvalgi nafaqasi bilan solishtirganda qariyb 2,5 barobar ko'proqdir. Ikkinchi muhim jihat norasmiy daromadlar va ularni deklaratsiya qilish. Bu yerda ehtiyot bo'lish kerak. Ba'zi nafaqaxo'rlar qo'shimcha pul topish maqsadida norasmiy ishlarga, masalan, taksichilik, uyda hunarmandchilikka yoki kichik savdo-sotiqqa qo'l urishadi. Ilgari bu kabi daromadlar ko'pincha yashirincha qolar edi. Chunki odamlar ularni oshkor qilsa nafaqasidan mahrum bo'lishdan qo'rqishardi. Endilikda agar sizning norasmiy daromadingiz ma'lum bir miqdordan oshsa yoki rasmiy tus olmasa, bu nafaqangizga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Yangi tartibga ko'ra ba'zi turdagi daromadlarni deklaratsiya qilish talab etiladi. Buning sababi ijtimoiy ta'minot tizimi nafaqaxo'rlarning haqiqiy moddiy ahvolini aniqroq baholashga va ularga ko'proq yordam ko'rsatishga intiladi. Agar siz o'zingizning norasmiy faoliyatingizni qonuniylashtirsangiz, masalan, o'z-o'zini band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tsangiz, siz nafaqangizni saqlab qolgan holda, hatto keyinchalik nafaqangizni qayta hisoblab chiqishda qo'shimcha stajga ega bo'lishingiz mumkin. Maftuna xolaning misolini olaylik. Maftuna xola 7000 yoshda nafaqasi oyiga 1.300.000 so'm. U bo'sh vaqtida qo'shnilarga tikuvchilik xizmatlarini ko'rsatadi va oyiga o'rtacha 5000 so'm atrofida daromad topadi. Ilgari u bu daromad haqida hech kimga aytmasdi. Endilikda esa agar Maftuna xola o'z-o'zini band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tsa va soliq idoralariga o'z daromadini belgilangan tartibda deklaratsiya qilsa, uning nafaqasi qisqarmaydi. Aksincha, u qo'shimcha ish stajiga ega bo'lishi mumkin. Bu esa kelajakda uning nafaqasini qayta hisoblashda ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ammo agar Maftuna xola rasman ro'yxatdan o'tmasdan katta daromad manbalariga ega bo'lsa va bu aniqlansa, u qonuniy muammolarga duch kelishi mumkin. Uchinchi muhim jihat ijtimoiy himoya. Bugungi kunda davlat nafaqaxo'rlarni yanada kengroq ijtimoiy himoya qilishga harakat qilmoqda. Bu degani nafaqaxo'rlar uchun qo'shimcha imtiyozlar, yordam pullari va dasturlar paydo bo'lishi mumkin. Masalan, kommunal to'lovlar uchun subsidiya, dori-darmonlar uchun chegirmalar yoki sanatoriy kurortlarda davolanish uchun imtiyozli yo'llanmalar. Bu kabi imtiyozlar ko'pincha nafaqaxo'rning umumiy daromadi va oilaviy ahvoliga qarab belgilanadi. Agar siz bu imtiyozlarga ega bo'lishni istasangiz, bu haqda so'rab surishtirishingiz va tegishli idoralarga murojaat qilishingiz kerak. Ko'pincha bu ma'lumotlar aholiga to'liq yetib bormaydi. Shuning uchun faol bo'lish va o'zingizga tegishli bo'lgan imkoniyatlarni o'rganish muhimdir. 4-jihat ma'lumotlarni o'z vaqtida yangilash. Bu oldin ham muhim edi, ammo hozir yanada dolzarb. Agar sizning shaxsiy ma'lumotlaringizda, yashash manzilingizda, oilaviy ahvolingizda agar bu nafaqa turiga ta'sir qilsa yoki bank rekvizitlarida o'zgarishlar bo'lsa, bu haqda pensiya jamg'armasini o'z vaqtida xabardor qilishingiz shart. Ma'lumotlarni o'z vaqtida yangilamaslik nafaqa to'lovlarida uzilishlarga, ortiqcha to'langan mablag'larni qaytarishga majbur bo'lishga yoki boshqa noqulayliklarga olib kelishi mumkin. Endi esa, aziz tomoshabinlar, ushbu yangi qoidalar doirasidagi istisnolar, e'tibor berish lozim bo'lgan jihatlar va sezilmas nuanslarga o'tamiz. Chunki har bir qoidaning o'ziga xos tafsilotlari mavjud bo'ladi. Birinchi nuansiz, har bir nafaqa turi o'ziga xos bo'lishi mumkin. Yuqorida aytilgan umumiy qoidalar ko'pchilikka tegishli bo'lsa-da, ba'zi nafaqa turlari, masalan, maxsus nafaqalar, xizmat staji uchun beriladigan maxsus imtiyozli nafaqalar uchun boshqacha qoidalar amal qilishi mumkin. Shuning uchun agar siz maxsus nafaqa oluvchi bo'lsangiz, o'z nafaqangizni boshqaruvchi organdan batafsil ma'lumot olishingiz shart. Misol uchun, huquq-tartibot organlari xodimlari nafaqa oluvchilar uchun ishga joylashish bilan bog'liq qoidalar umumiy fuqarolik nafaqasidan farq qilishi mumkin. Bu kabi nafaqalarda ish haqi darajasiga yoki ish joyining turiga qarab cheklovlar bo'lishi mumkin. Ikkinchi istisno, daromadning turi. Ko'plab yangi qoidalar mehnat faoliyatidan olinadigan daromadlarga tegishli. Ammo agar siz ijara haqi, dividendlar, banklardagi omonatlardan foizlar kabi passiv daromadlar olsangiz, odatda bu sizning nafaqangizga ta'sir qilmaydi. Davlatning asosiy e'tibori mehnat faoliyatidan olinadigan daromadlarning shaffofligini ta'minlashga qaratilgan. Shuning uchun agar sizning daromadingiz sizga tegishli bo'lgan mulkdan,
kvartira ijarasi, mashina ijarasi yoki sarmoyadan kelayotgan bo'lsa, bu odatda sizning nafaqa holatingizni o'zgartirmaydi. Biroq bu daromadlarni ham qonuniy tarzda rasmiylashtirish va ulardan soliq to'lash talab etiladi. Bu nafaqa masalasiga bevosita ta'sir qilmasa-da, umumiy qonuniy majburiyat hisoblanadi. Uchinchi nuansiz yordam va hadyalar. Ba'zan nafaqaxo'rlar farzandlaridan, qarindoshlaridan yoki do'stlaridan moddiy yordam olishlari mumkin. Bu kabi bir martalik yoki muntazam moddiy yordamlar, shuningdek hadyalar sizning nafaqangizga ta'sir qilmaydi. Pensiya jamg'armasi shaxsiy o'tkazmalar yoki oilaviy yordamni daromad deb hisoblamaydi. Chunki bu mehnat faoliyatidan olinadigan daromad emas. Bu jihat juda muhim. Chunki ko'plab pensionerlar oila a'zolaridan olinadigan yordam ham nafaqasiga ta'sir qilishi mumkin deb o'ylashadi. Ushbu yordam turlari to'liq qonuniy va nafaqa miqdoriga hech qanday salbiy ta'sir ko'rsatmaydi. 4-pitfall. Xalqaro kelishuvlar. Agar siz chet elda ishlagan bo'lsangiz yoki chet el fuqaroligiga ega bo'lsangiz va O'zbekistonda nafaqa olayotgan bo'lsangiz, bu yerda xalqaro kelishuvlarga muvofiq boshqa qoidalar amal qilishi mumkin. Ba'zi davlatlar bilan ikki tomonlama shartnomalar mavjud bo'lib, ular pensiya to'lovlarini tartibga soladi. Bunday holatlarda siz o'zingizning holatingizni batafsil tushuntirish va tegishli idoralardan aniq ma'lumot olishingiz zarur. Aks holda siz kutilmagan muammolarga duch kelishingiz mumkin. 5-muhim jihat ijtimoiy himoya tizimidagi yangi dasturlar va shartlar. Davlat doimiy ravishda ijtimoiy himoya dasturlarini takomillashtirmoqda. Yangi imtiyozlar paydo bo'lishi, mavjudlarning shartlari o'zgarishi mumkin. Masalan, uy-joy, kommunal xizmatlar uchun kompensatsiyalar, tibbiy xizmatlar uchun chegirmalar, oziq-ovqat mahsulotlari uchun vaucherlar kabi. Ushbu dasturlar ko'pincha nafaqaxo'rning daromad darajasiga, oilaviy ahvoliga, masalan, yolg'iz yashovchi pensionerlar, kam ta'minlangan oilalar, agar siz ushbu imtiyozlarga loyiq bo'lsangiz, ularni talab qilishdan tortinmang. Ko'pincha bu haqda og'zaki emas, balki rasmiy hujjatlar bilan tasdiqlangan ma'lumot olish muhimdir. Chunki og'zaki aytilgan ma'lumotlar har doim ham to'g'ri bo'lmasligi mumkin. Endi esa eng muhim qismga, amaliy tavsiyalarga o'tamiz. Siz nima qilishingiz kerak? Qadam-baqadam ko'rsatmalar. Birinchi qadam ma'lumot to'plash. Eng avvalo sizga tegishli bo'lgan nafaqa turini aniqlang. So'ngra O'zbekiston Respublikasi Pensiya jamg'armasining rasmiy veb-saytiga kiring yoki hududiy bo'limiga murojaat qiling. Nafaqaxo'rlar uchun yangi qoidalar yoki pensiya ta'minoti to'g'risidagi qonunchilikka kiritilgan o'zgarishlar bo'limini qidirib toping. U yerda sizga tegishli bo'lgan barcha qoidalar batafsil bayon etilgan bo'ladi. Agar sizda internetga kirish imkoniyati bo'lmasa, pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga shaxsan borishingiz yoki ishonchli qarindoshingizdan yordam so'rashingiz mumkin. Ikkinchi qadam, pensiya jamg'armasi bilan aloqa. Agar sizda biron bir savol tug'ilsa, masalan, men ishga kirmoqchiman, nafaqamga ta'sir qiladimi yoki menda qo'shimcha daromad manbai paydo bo'ldi, buni qanday rasmiylashtirishim kerak? Darhol pensiya jamg'armasining mutaxassislari bilan bog'laning. Buning uchun siz telefon orqali maslahat olishingiz yoki shaxsan murojaat qilishingiz mumkin. Shaxsan murojaat qilganingizda imkon bo'lsa suhbatingizni yozib oling yoki berilgan maslahatlarni qisqa eslatma sifatida yozib oling. Bu kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan tushunmovchiliklarning oldini olishga yordam beradi. Esda tuting, sizga har qanday ma'lumotni berish ularning vazifasidir. 3-qadam hujjatlarni tayyorlash. Agar siz qo'shimcha imtiyozlarga yoki yordamga murojaat qilmoqchi bo'lsangiz, tegishli hujjatlarni tayyorlashingiz kerak bo'ladi. Odatda bu pasport, nafaqa guvohnomasi, oilaviy ahvolingizni tasdiqlovchi hujjatlar, masalan, nikoh guvohnomasi, bolalarning tug'ilganlik guvohnomasi, agar ular sizning qaramog'ingizda bo'lsa. Daromadingiz haqida ma'lumotnoma, agar siz ishlayotgan bo'lsangiz va ba'zan sog'lig'ingiz haqida ma'lumotnoma bo'lishi mumkin. Hujjatlar ro'yxati siz murojaat qilayotgan imtiyoz turiga qarab farqlanadi. Shuning uchun pensiya jamg'armasidan aniq ro'yxatni so'rab olishingiz shart. Barcha hujjatlarning nusxasini o'zingizda saqlab qolishni unutmang. 4-qadam ariza yozish. Agar kerak bo'lsa, tegishli arizani yozishingizga to'g'ri keladi. Pensiya jamg'armasi xodimlari sizga ariza blankasini taqdim etishi va uni to'g'ri to'ldirishga yordam berishi shart. Arizani to'ldirishda har bir ma'lumotni diqqat bilan tekshiring va noto'g'ri ma'lumot berishdan saqlaning. Chunki noto'g'ri ma'lumot berish keyinchalik qonuniy muammolarga olib kelishi mumkin.
arizani 2 nusxada tayyorlab, bir nusxasini o'zingizda saqlab qolish tavsiya etiladi. Unda qabul qiluvchi organning shtamp va sanasi bo'lishi shart. 5-qadam yangiliklarni kuzatib borish. Nafaqa tizimi doimiy ravishda takomillashib boradi. Shuning uchun pensiya jamg'armasining rasmiy xabarlarini, yangiliklarni muntazam kuzatib boring. Bizning kanalimizga obuna bo'lish orqali siz doim dolzarb ma'lumotlardan xabardor bo'lasiz. Bu sizga nafaqa masalalarida har doim oldinga qarab harakat qilish va hech qanday muhim yangilikni o'tkazib yubormaslik imkonini beradi. Xulosa qilib aytganda, aziz do'stlar, nafaqa tizimida yuz bergan bu o'zgarishlar sizning foydangizga xizmat qiladi. Endilikda siz nafaqa olgan holda ishlashingiz, o'z moddiy ahvolingizni yaxshilashingiz va ijtimoiy faol hayot kechirishingiz uchun ko'plab imkoniyatlar yaratildi. Biroq bu imkoniyatlardan to'g'ri foydalanish uchun siz qoidalarni bilishingiz va ularga qat'iy rioya qilishingiz kerak. Eng muhimi ochiqlik va shaffoflik. Barcha daromadlaringizni qonuniy yo'l bilan rasmiylashtirishga intiling. Pensiya jamg'armasi bilan doimiy aloqada bo'ling va sizga tegishli bo'lgan barcha imtiyozlarni talab qilishdan tortinmang. Umid qilamanki, bugungi video siz uchun juda foydali bo'ldi. Sizning fikrlaringiz va tajribangiz biz uchun juda qimmatli. Shuning uchun iltimos, ushbu mavzu bo'yicha o'z savollaringizni, fikrlaringizni va boshdan kechirgan vaziyatlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Bu boshqa tomoshabinlarga ham yordam berishi mumkin. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Zero biz sizga shunday muhim va amaliy maslahatlarni berishda davom etamiz. Salomat bo'ling.